xotin orasidagi sovuqlik sukutdan boshlanadi. Bir kuni oraga sukut kirib keladi. Keyin u odatga aylanadi. Keyin gaplashish malol kela boshlaydi. Sukut oson, yoqimli bo'lib qoladi. Shu bilan his-tuyg'ular, mehr-muhabbat, yaqinlik so'na boshlaydi. Gaplashing. Shunchaki gaplashing. Yo'q, katta masalalarni emas, oddiy narsalarni gaplashing. Gaplashish oraga iliqlik soladi. Oilaga sakinat, orom chaqiradi. Kuning qanday o'tdi? Bolaligida kim bo'lishni orzu qilarding? Yoki shunchaki bugun charchab qolmadingmi deb so'rang. Bu savollar katta muammolarda hal qilib qo'ymas, lekin cheksiz mehrning eshigini ochadi. Chunki eshitish muhabbatning bir tili, so'zlashish ishonchning nafasidir. Sog'lom muloqot har bir sog'lom oilaning asosidir. Gaplashganlar bir-birini tushunadi, tushunganlar his qiladi, his qilganlar asrab avaylaydi. Bugun hech bo'lmasa 10 daqiqa vaqt ajrating. Yonma-yon o'tiring, telefonni chetga qo'ying. Quloq bilan emas, yurak bilan eshiting. Chunki ba'zan 1 daqiqalik suhbat uzoq yillik muzlarni eritadi. Ba'zan birgina qandaysan deb so'rash oradagi uzoq masofalarni yaqinlashtiradi. Gaplashing. Shunchaki gaplashing.